Rossiyaga kelib, yangi yilliklarni o'qib, Rossiyada har xil ishlarda taqiqligini ko'ryapti. Endilikda stroykada ishlash ham taqiqlanyapti. Ishonasizlarmi? Stroyka bu Rossiyaning eng ko'p ishchi kerak bo'lgan sohasi hisoblanadi. Lekin Sochida migrantlarning qurilishida ham ishla olmaydi. Krasnodar o'lkasi ya'ni. Sochi va butun Krasnodar o'lkasida migrantlarga qurilish sohasida patent bilan ham ishlash deyarli butunlay taqiqlangan. Taqiq 2026-yil 1-yanvardan kuchga kirdi. Vaqtinchalik istisnosi bor. Hali ham mavjud. 2026-yil 1-martgacha ijtimoiy loyihalarda maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar va sport inshootlarida ishlashga ruxsat beriladi. Biroq 1-martdan keyin bunday loyihalar patent bilan ishlovchi yangi ishchilarni qabul qilmaydi. Bu degani 2026-yil 1-yanvardan 1-martgacha ishga yo'llangan migrantlar 2026-yil 20-dekabrgacha o'sha ish o'rni bitiruvchi ishlashni davom ettirishi mumkin. Ya'ni o'sha 1-yanvardan 1-martgacha ishga yo'llangan migrantlar 2026-yil 20-dekabrgacha o'sha ish beruvchi bilan ishlashni davom ettirishi mumkin. Ish beruvchilar allaqachon yangi qoidalar haqida ogohlantirilgan, ya'ni o'sha qurilish firmalari, kompaniyalari, ishchi yo'llaydigan agentlar agar ular taqiqlangan hududda patentli migrantni ishga olsa, mansabdor shaxslar uchun 50 ming rublgacha, kompaniyalar esa 1 million rublgacha har bir fuqaro uchun jarima to'laydi. Chet ellik ishchini yollash yoki ishdan bo'shatish haqida Ichki ishlar vazirligiga o'z vaqtida xabar bermaganlik uchun ham maxsus jarimalar joriy qilinibdi. Migrantlar uchun eslatma. Patent olganingizdan keyin esingizdan chiqmasin. 2 oy ichida трудовой договор, ya'ni o'dimlikni topshirish esingizdan chiqmasin. Va mavzuga qaytadigan bo'lsak, qurilish sohasida ham уже taqiqlar boshlanyapti migrantlarga nisbatan. Nima deb o'ylaysizlar? Bu qay darajada yomon va qay darajada bizni Rossiyada xush ko'rmayaptilarmi? Shu darajada biz Rossiya fuqarolarini ish o'rinlarini migrantlar kelib egallab olib, ularga ish bermayaptimi? Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiringlar. Haqiqatan ham nima sababdan bunaqa bo'lyapti? Hattoki qurilish ham eng Rossiyada ko'p ishchi kerak bo'lgan soha bu qurilish. Shunga ham taqiq qo'yishdi. Kommentariyalaringizni, fikrlaringizni bo'lishinglar. Salomat bo'ling.